Tazkiyatun nafs, nafsni poklashlik silsila darslaridan muroqaba manzilatini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Nozik ma'no. Kim shubhali ishlardan o'zini tiysa, ochiq oydin bo'lgan gunohlardan tiyilishda yana ham qattiqroq bo'ladi. Shubhali ishdan o'zini tiya oldimi? Gunoh emasligi shubhali bo'lib turgan narsadanki o'zini tiya oldimi inson? Endi haromligi ochiq oydin bo'lgan ishlarda yanada qat'iyroq bo'ladi. Shubhalikni tark qilishlik insonni taqvosiga dalolat qiladi. Endi shubhali narsalarga tushib qolgan odam ochiq oydin bo'lgan gunohga ham kirib qolishiga oson bo'ladi. Qasddan, jur'at bilan odamlarning nazdida shubhali bo'lgan gunohni sodir qilsa birov, keyinchalik ochiq oydin gunohni ham sodir etishlikka unda jur'at paydo bo'ladi. Junayd rahimahulloh aytadi, kim muroqaba manzilasiga, martabasiga yetgan bo'lsa, u banda Allohga ibodat qilinmasdan biron lahza o'tib ketishidan qo'rqadi. Ya'ni bugungi kuni bekor o'tdi deydi. Dehqon odam ekadigan sezoni bor. Ya bir ustalarda bir mavsumi borki, ana shu mavsumini bir kundan o'tib ketishini xohlamaydi. Chunki sezon tugasa yana bir yil o'tirish kerak bo'ladi. Endi muroqaba manzilatiga yetgan odam Allohga ibodat qilinmasdan biror kuni o'tib ketishini, biror lahzasi o'tib ketishini xohlamaydi. Ya'ni bugun bir pora Qur'on o'qish kerak edi, o'qimadi. Alamda qoladi. Ertalabda aytadigan zikrlari bor edi, qolib qoldi, alam qiladi, o'tib ketdi. Ya'ni agar banda muroqaba manzilatida bo'ladigan bo'lsa, agar banda doim Alloh u bilan birga ekanini, doim uni kuzatib turganini, sirri oshkorasini bilishini his qilsa, shunda hayotining har bir lahzasi ibodatsiz o'tib ketishligidan, vaqtini zoyi bo'lishidan qo'rqib yashaydi. Zunnun aytadi. Muroqabaning alomati. Mana biz o'sha muroqaba holatiga yetdikmi? Biz muroqaba martabasiga yetdikmi? U kishi aytadi, muroqabaning 3 ta belgisi bor deydi. Qarang, nechtasi bor sizda? Agar shu 3alasi bor bo'lsa, siz muroqaba martabasiga yetibsiz. Mana kechagi darsimizda Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turgan paytda radhiyallohu anhu sahrodagi bir cho'ponni, bir qulni sinadi. Bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan, bittasini menga sotib olaver dedi. Bu qo'y sayyidimiki, men qulman. Menga pul kerak. Bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan desa, agar shunday desam, sayyidim ishonadi menga. Men ishonchli odamman sayyidim uchun. Lekin Allohchi dedi. Muroqabaning alomati. Birinchisi, Alloh nozil qilgan narsani hamma narsadan afzal bilishing. Din, islom, taqvo, iymon eng afzal narsada bilsiz, bu birinchisi. Ikkinchisi, Alloh ulug' sanagan narsani siz ham ulug' sanasiz. Uchinchisi, Alloh past, haqir sanagan narsani siz ham past deb sanasiz. Birinchisi, Alloh nozil qilgan narsani hamma narsadan afzal deb bilsiz. Alloh ulug' sanagan narsani ulug' deb bilsiz. Alloh past, haqir deb sanagan narsani siz ham haqir, past narsa deb biladigan bo'lsangiz, demak siz muroqaba martabasida ekansiz. Ya'ni o'zingizni qarang, nafsingizni kuzating. O'lchov tushunchalaringiz, qadriyatlaringiz, tasavvurlaringiz kitob va sunnatga muvofiqmi, yo'qmi? Agar biz ham Alloh past sanagan narsani past sanab, ulug' sanagan narsani ulug' sanayotgan bo'lsak, demak biz mana shu martabaga yaqinlashibmiz. Mana qaranglar-da prinsiplarda. Agar biz Alloh aziz sanagan narsani aziz deb bilmasak, Alloh xor deb bilgan narsani xor deb bilmasak, demak bizni prinsiplarimiz hali johil ekan, qilayotgan amallarimizning mukofotini kelishini, kechikishini ko'raveraylik yoki umuman kelmasligini kutaveraylik. O'shuning uchun hech duoim ijobat bo'lmayapti ekanda.
O'shuning uchun qilgan sadaqalarimni mukofotini ko'rmayapman ekanda. Birodarlar, ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun deydi Qur'onda Alloh. Ogoh bo'linglar. Allohning valilari, do'stlari bor deydi. Kim ular? Alladina amanu va kanu yattaqun. Ikkita sifati. Biz hammamiz Allohning valisimiz qaysidir darajada. Birinchisi alladina amanu, iymon keltirgan va kanu yattaqun, taqvo qilgan. Iymon alhamdulillahi robbil alamin hammamizda kalimani aytishlik bilan iymon bor. Endi undan keyingi holat taqvo. Taqvoingiz qancha yuksalsa, Allohga bo'lgan valiyligingiz shuncha ko'tarilaveradi. Allohga qancha valiyligingiz yaqin bo'lsa, duoingizni ijobati ham tezroq bo'ladi. Bergan biringizni 70 bo'lib kelishi ham tezroq bo'ladi va qilgan xatoingizni jazosi kelishi ham tezlashadi. Bu yog'i ham bor, mudomlar, bu yog'i ham bor. Chunki Allohga yaqin bo'lgan bandani Alloh yaxshi ko'radi. Gunoh qilsa, shunga qaytib yurmasin deb tezda jazo beradi, to'xtatsin deydi. Agar bizni fikrlarimiz, o'lchov tushunchalarimiz, prinsiplarimiz johiliy bo'layotgan bo'lsa, qilayotgan amallarimizning mukofoti kechikadi yoki umuman kelmaydi. Qarang tushunchani. Bir odam pijama bilan ko'chaga chiqsa, shu pijama bilan ko'chaga chiqsa, bu nima deyiladi? Bu madaniyatsizlik-ku deydi. Qani kultura deydi. Qoloqlik deydi. Betarbiyalik deyiladi. Bu yomon narsa deb hisoblanadi. Ammo ayol kishi zamonaviy modniy kiyimlarni kiyib, avratlarini ochib, ustiga xushbo'y atirlarni sepgan holda ko'chaga chiqsa-chi, bu taraqqiyot, madaniyat, peshqadamlik, yaxshilik deb hisoblanadi. Ashada aytyapmiz, prinsiplar tuzalish kerak edi. Odamlarga qarang. Odamlar nimalarni ulug' sanashyapti? Alloh xor sanagan narsalarni ulug' sanab yurishibdi. Alloh ulug' sanagan narsani haqir deb bilishyapti. Ayollar avratlarini yopib yursa, yoshlar har xil tungi klublarga bormasa, ichkilik ichmasa, ular aytayotgandagi g'arb tushunchasi bilan yashamayotgan bo'lsa, bular deydi, qoloq odamlar deydi. Odamlarga qarang. Kimlar ulug' insonlar, kimlar peshqadam, ibrat bo'ladigan odamlar deyapti? Sportchilar, aktyorlar, qo'shiqchilar, futbolistlar. Insof qilinglar. Bir odam 10 yil maktabda o'qiydi. Yana bir 10 yil universitetda o'qiydi. Yana bir 20 yil ilmiy ish bilan shug'ullanadi. Zamonasi uchun, yurti uchun katta bir ilmiy kashfiyotni qiladi. Odamlarning hayotini yengilligiga sabab bo'ladigan zo'r kashfiyotni qiladi. Birov tanimaydi ham uni. Unga beriladigan mukofot ham aytilinadigan mukofot emas. Ammo oyoq qo'lida joyida bo'lib, sal to'p tepishni bilgan bola 1 yilda 100 million dollar daromad qiladi. Modopni nimaga qo'yib turib o'ylanib ko'ringlar-da. Bitta to'p tepishni chiroyli eplagan odam 1 yilda 100 million dollar pul topishi aqlga, mantiqqa sig'adimi? Boyaga biz aytgan kashfiyotni qilgan odam odamlarni rakiga davo topdi. Ekologiyani bir tuzalishiga sabab bo'ladigan bir kashfiyotni qildi. Benzin yoqmayapmiz, salorka yoqmayapmiz, shunaqa bir texnologiyani o'ylab topdi. Yo'q. O'shuning uchun futbolist bo'ladi bolam deydi-da. Bitta kinoda o'ynab berish uchun 30 million dollar oladi gonorariga. Bitta kinoda o'ynab berganiga, aktyor. Aytinglar, shu aqldanmi? Insofdanmi shu? Yana bitta klipini orqasidan palonchi qo'shiqchi dedi 5 million dollar foyda ko'rdi deydi. Nima edi u? Nima edi u? O'shuni o'tirib ko'rib odamlar 5 metrdan 6 metrdan qaytarib ko'rib. Mana nima uchun ummatning ahvoli mana shu holatda. Ibrat, kumir, namuna bo'ladigan odamlar Imom Navaviy, Ibn Sino, Beruniy, Imom Termiziy, Burxoniddin Marg'uloniylar emasda, qo'shiqchilar, aktyorlar, sportsmenlar. O'sha sportchilar, aktyorlar, qo'shiqchilar Allohning nazdida qadri qancha edi? Bu bilan hech kimning ishi yo'q-a? Qoidamiz qanaqa edi? Agar Alloh haqir sanagan narsani ulug' deb bilayotgan bo'lsak,
Alloh ulug' degan narsani haqir, past deb bilayotgan bo'lsak, bizi hali o'lchov tushunchalarimiz johil ekan. Shunaqa o'lchov tushuncha bilan yashab qilayotgan ibodatlarimizning mukofotini kechikishini yoki umuman kelmasligini ko'rib, shunga tayyor turaveraylik. Havas qilinadi shunga o'xshagan odamlar. Falonchi deydi, shayxni deydi, Arabistondagi shayxni garajida 300 ta qimmat mashinasi bor ekan deydi. Ammo ana shu shayxni moncha masjid qurib beribdi deganini gapirmaydi birov. Qilgan bo'lsa ham yoki Afrikada faloncha bir qabilaga 10 ta quduq kavlab beribdi degan gapi yo'q. Uni gapirmaydi, reklama qilmaydi. Falon shifoxonaga moncha million dollar infoq qildi, faloncha kasal bo'lganlarga mana obordoniy olib beribdi degan gapi yo'q. Muhimi ana shularning qo'lida katta dunyo bor. Agar qo'lida dunyosi katta bo'lsa-la, u zo'r bo'lsa, Alloh azza va jalla kofirga bir tomchi ham bermasdi bu dunyodan. Payg'ambarimiz aytganlar, agar bu dunyo ichidagi hamma boyligi bilan Allohning nazdida chivinning qoratishalik qadri bo'lganida, mana shu dunyoning boyligidan kofirlarga bir qush, bir tomchi suv ichganchaligini ham bermasdi deydi. Zo'rda qara, mashinasini qara, 1 million dollar turadi o mashinasi. Qarama, qo'ldagi soatni moncha dollarga oldi deydi. Har kuni restoranda o'tirar ekan. Soqol ma'dan masjidda namoz o'qiydi, zikr aytadi, lekin qalbi qayerda? Sen birodar o'zingga qara, ahvolingga qara. O'lchov tushunchang qanaqa? Qadriyatlaring qanaqa? O'y, hayollaring kitob va sunnatga muvofiq keladimi, yo'qmi? Shuning uchun payg'ambarimiz aytganlar: "Tuba liman wasi'athu sunnatu va lam tastahwihi al-bid'atu." Sunnat uni qamragan va bid'at unga ta'sir qilmagan kimsaga tubo bo'lsin. Ya'ni sunnat bilan yashayotgan va bid'atdan uzoq bo'lgan odamga tubo jannati bo'lsin deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ibrohim al-Xavvos aytadi, muroqaba insonning botini ham, zohiri ham, siri ham, oshkorasi ham Alloh uchun xolis bo'lishligi. Yana aytiladi. Bu yo'lda inson qilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi narsa nafsini hisobga tortib turishi, o'zini nazorat qilishi, amallarini shariat hukmiga muvofiq amalga oshirishidir. Nafsingizni kuzating, keyin hisob kitob qiling. Masalan, imtihon bo'lsa, bir talabani kuzatamiz, shpargalka qilyapti, xullas hiyla naring qilyapti, unga baho qo'yamiz. 2. Kuzatdik va baho qo'ydik. Agar banda o'zini nafsini kuzatsa, muroqaba qilsa, keyin hisob kitob qilsa va mana shu holati davomiy bo'lsa, qilayotgan amallarini shariatga muvofiq bo'lishiga yetib boradi. Kuzatdi, hisob kitob qildi, shu bilan shariatga muvofiq bo'lib qoldi. Siz yaxshi bir ustasiz yo bir yaxshi bir voizsiz. Qo'yingki, siz atrofingizda odamlar jamlanishdi. Bunga g'ururlanmaslik kerak, aldanmaslik kerak. Chunki ular sizni zohiringizni ko'rib turishibdi-da. Sizni qalbingizni kim ko'rib turibdi? Sizni odamlar yaxshi deb o'ylab atrofingizga yig'ilishyapti. Lekin sizni ichingizda nimalar o'tayotganligini ular bilmaydi-da. Siz aqlli, xushyor odamsiz albatta. O'zingizni odamlarga solih inson qilib ko'rsata olasiz. Ammo al-Vahid dayyan bo'lgan, ar-Roqib bo'lgan Alloh sizni qalbingizni ham kuzatib turadi. Shuning uchun ertaga Allohning huzuriga borganimizda Alloh bizni hisob kitob qilishidan avval o'zimiz shu dunyoda hisob kitob qilib turishimiz kerak. Hammamiz bitta narsani so'raymiz. Parvardigor, o'zing saqlagin. Balo qazodan, musibatlardan, kasalliklardan, tuhmatdan qo'yingki panoh tilaymiz. Alloh meni saqla deymiz. Lekin birodarlar, ulamolar aytadi, Alloh sizni saqlashini shartlari bor. Shu shart sizda bo'lsa, Alloh sizni saqlaydi. Nima u shart? Ulamolar ittifoq qilishgan narsa shuki, banda Allohning kuzatib turishini esdan chiqarmasa, o'y hayolida Allohning muroqabasi doim tursa, Alloh uni saqlaydi.
Alloh sizni kuzatib turganligini esdan chiqarmaysiz. Doim kallangizda Alloh meni ko'rib turibdi degan shuuringiz bo'ladi. Shunday bo'lsangiz doim Alloh sizni saqlaydi. Zohiringizni ham, botiningizni ham. Allohning go'zal ismlari bor, qarang. Al-Hafiz, saqlab qo'yuvchi. Ar-Raqib, kuzatib turuvchi. Al-Alim, o'ta biluvchi. As-Sami', o'ta eshituvchi. Al-Basir, o'ta ko'ruvchi. Mana shu 5 ta ismning hammasi muroqabani ma'nosini ifodalaydi. Gapirsangiz o'ta eshitadi. Harakatlansangiz ko'radi. Bir narsani o'ylasangiz uni ham biladi. Uyingizdan chiqsangiz kuzatib turadi. Bir amalda qilsangiz yozib saqlab qo'yadi. Xullas, hamma narsang Allohning huzuridagi bitta sahifa yozib qo'yilgan. Sen birodar doimiy suratda muroqabadasan, kuzatuvdasan. Bugungi darsimizning xulosasi, Alloh haqir sanagan narsani aziz bilayotgan bo'lsangiz, Alloh aziz degan narsani haqir sanayotgan bo'lsangiz, sizni hali tushunchalaringiz johil ekan, qilayotgan amallaringiz mukofotini kechikishini kuting yoki umuman kelmasligini